Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2026 yılı 3. ayındaki 21. günü shanba. Men Amerikaning Los Angeles shahrida yashaydigan Erkin Sidiq 2 haftada bir qatim qilayotgan naq maydon videosini hozir boshlayman. Oldi bilan barliq qarindoshlarniki Ulug' Ramazon bayramiga va Navro'z nima Ulug' Ro'zaytiga va nima Ro'zaytiga va Navro'z bayramiga muborak bo'lsin. Bu yıl bu iki bayram bir vaqtli keldi. Tünögün Ro'zayt bo'ldi, bugun Navro'z bayrami bo'pti. Dunyodagi xil ko'p yerlarda Uyg'urlar bugun yig'ilib Navro'z bayramini tabriklayotdi. Shu Yeyt va bayram jarayonida barliq qarindoshlarniki faoliyatlari, turmushlari xotirjam ko'ngillik bo'lishiga Alloh nasib qilgay. Endi qarindoshlarimiz qanday ekan bilmayman. Ben yaqinqi vaqtlardan buyon Yeyt bayram bo'lsa, odatga qaragan chog'da bekroq parishon bo'lgan bir xil holatga kirib qoldim. Asosligi vatanniki ahvoli. Biz yurtni seg'indik, tuqqanlarni seg'indik, saodoshlarni, do'stlarimizni seg'indik. Bir inson uchun o'ziniki yaqinlari bilan aloqalasholmay, ko'risholmay, yurtiga berib ko'ranmay bundaq bir yashash intayin ig'ir keldi ekan. Nijis Xitoy hokimiyatiniki qulida shunday bir kunga qoldik. Hozir endi bu tema dunyoniki ishlar tizimligida asosan yo'q. Uyg'urlarniki qanday yashayotganligi. Ashta bu boshqa bayram bo'lgan chog'da yurtlarni eslab, tuqqanlarni, saodoshlarni eslab odamniki ko'ngli bek parishon bo'ldi ekan. Ashta bo'lsa-mu amalan bu Yeyt ve bayramını hoşa ötküzüke tirişaylı. Bugün sizlerden birinci mezmun Uyghur Project hakkında. Bunun bir ay burun 2026 yıllık iyan toplaş işini başlagan. Bu faaliyet bugün ahırlaşıdı. Bu yıl cami 51 nefer kardeşimizdeki iyanı kılışı bilen bizge 12.733 dolar pul çıkıldı. Hazır chet eldagi Uyg'urlarning ahvolida o'zgarish zo'r. Bo'libmi vaqtning uzishi bilan yurtni, vatandagilarni, tuqqanlarni, ota-onalarni seg'inib, nurg'un qarindoshlarimizda vatanga bir berib kelish istagi bor, orzusi bor, bu kuchayib menyapti. Uning ustiga Uyg'ur ahvoliniki nachalishiga erishib, yaqinda chet elda iyon to'plagan ishlar ko'p bo'lyapti. Nurg'un yerlarda bor bunday ishlar. Anikin Uyg'urlar to'plashib yashayotgan yerlarda hammasida Uyg'urlarniki tashkilotlar bor, ularni iyon toplayotganlar. Bu boshqa iyon to'plash ishi yildan yilga qiyinlashib mangdi. Shunday bo'lsa-mu, bu yil yana 51 nafar qarindoshimiz shunchalik pul iyon qildi bizga. Bu qarindoshlar shu bizga va boshqa aktiv Uyg'ur tashkilotlariga iyon qilib yordam qilayotgan qarindoshlarning hammasi biz qilayotgan ishga ishonadigan, o'ziniki milliy majburiyati, Uyg'urlik mas'uliyati bilan cho'nqur tunib ketgan qarindoshlar. Bu boshqa ular tavranmay yana mushtaq iyon to'plashdak, iyon qilishdak ishlarni qilib beryapti. Bu qarindoshlarga qanchalik rahmat aytsakmi ozlik qiladi. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Shaxsan Uyg'ur Project fondidagi qarindoshlar sizlardan intayin suyundik. Rahmet bu yılmı şunçalik yardım kılınlarga. Endi biz müştaq iyan toplaş işini 2022 yıldan başlagan. 2022 yılı 146 adam 37.303 dolar yardım kılgan. 2023 yılı 97 adam 39.525 dolar yardım kıldı. 2024 yılı 87 adam 18.428 dolar yardım kıldı. 2025 yılı ötken yıl 51 adam 13.302 dolar yardım kıldı. Bu yıl 51 nefer kardeşimiz 12.733 dolar yardım kıldı. Ben 2023 yıldan başlap yıllığa 10.000 dolarını yenimden çıkarıp başlamandım. Bu yıl 4. yıl bululandı. Bu pulun hesabı da ben üzerindeki kalan yardımı bunun içinde yok. İşkılıp umumizlik yüzülünüş
biroz ozlab mangdi, lekin hozirgi vaziyatda mushunchalik qarindoshlarimizniki mushuncha qilishning o'zimi oson ish emas. Biz uchun intayin qimmatli ish. Bu qarindoshlarga men Uyg'ur proyekt fondi vakolatan yana bir qatim rahmat aytaman. Bugun so'zlaydigan ikkinchi mazmun vatan haqida. Hozir endi Ruslan vatandan xush xabarlar chiqmaydi. Yaqinda Xitoylar maxfiyatlikni qo'g'dash haqida bir qonun chiqardi. Asosan Uyg'urlar qartilg'aroq bir narsa bu. Ashta bo'g'ashqa bundan keyin vatanniki haqiqiy ahvolini bo'libmi Uyg'urlarning bishiga kelgan zulmni haqiqiy ko'rsatadigan video narsalarni chetlarga chiqish bundan keyin oson to'xtamaydi deb o'ylayman. Shundoq bo'lsa-mu sizlarga ba'zi ko'rinishlarni ko'rsatib qo'yay. Hammamiz vatanni sevganimiz, hozirgi holatining qandayligini. Yaqinqi ko'rinishlarniki birisi ishchilar xizmat bozori ish izlab bir yerga to'planib saqlab o'tirgan Uyg'urlar shuni biroz ko'rsatib qo'yay. Mana bu ayollarniki ish bozori ekan. Bu bizniki yaqinqi tarixlarimiz bo'lib qolgan ish emas. Uyg'ur ayollar hargiz bunday bozorga chiqib ish bozoriga borib xizmat izlab yurmaydi. Hozir shu holatga kelib qolibdi. Mana bu erlarning ahvoli. Erlarniki ish bozori ekan, mana ishchilar bozori. Mana bu shunday ish bozorining birisi. Çıktınız, 50 kişi girdin deysiz. Bazı biraz koku işletme, bazı 300 koku işletme, bazı bir yaman koku işletme. Nasıl 50 kişi girdin, onda 3 defa mı kapıyorsunuz? Oğlu bir yaman kalan şarkılar bitirir. Ooo, makallı ne? Mehmet, alamet. Erkek masalı. Nima bu Kaliforniyada öyniki öy saydigan, öyni remont qildigan saymon yo materiallarni sotadigan do'kon bor. Home Depot, Lowe's degandek. Mush do'konlarning oldiga davomli Meksikaliklar o'tirdi. Bunda chiq emas, odatda bir 10-20 atrofida o'tiradi burun. Yaqinda Amerika qonunsiz kirganlarni tutish boshlagandan keyin bu odamlarni topqila olmaygan bo'lib ketdi. Hozir bo'lsa bir 5-10 odamlar chiqdi, bular qonunsizlar emas. Amerika qonunga kirgan Meksikaliklar. Shular ishda o'tirib, lekin işte ishchi lozim odamni shunga berib shuni olib ishlatib boshlab qiladi. Uyg'urlarniki hozir ahvol shunday bo'lib qoldi. Amerikada bu ishlarni Amerika qonunsiz kelganlik qiladi. Bizning vatandagi shu zaminning egisi Uyg'urlar mushkunga qoldi. Bunda qarasa otilish ish bozori, ishchilar bozori amaliyotda qul bozoriga o'xshashlam bir ko'rinish ma'no nisbatan ashlab tuyuldi. Andan keyin yana birisi bir go'sht bozori ekan. Burun bundaq bozorni ko'rib boqmaganman. Bu bir 600 ming nüfus var bir nayi ma bu. Lekin acayip bir ko'rinishni ko'rdim. Film tartibidagi imkoniyat yo'q. Azama amaliyotdan ko'ryapsizlar, azam naqd ham shu go'sht bozoridan shu turib, transportchilarga film tartibida egizga chiqdi. Bir chiqqanlarimiz ham parvozning amaliyot ahvolini, bugungi bozor ahvolini bir yo'llar deb mushkulini tartibdan. Agar eng yaxshi
Bizden sitemez mesela ödümüz kasanlar böyle bazen ağlar benim işi. Ha istimadını bizge işengen için, parvaz işengen için, ısınma işengen için parvazı kullanmışlar bir bizim başta bir daha vermemiz tümle yanıcı kılıp gelmiş göğse ekipleri var tutarlıkken bazarının ki edenin çıktıktan nurgun istimadını yaş karayanlar onda kapalat bağın dövüşünler mümkün. Hemen yanlarını körü etken tutarlarımız ve kapalat mı ketme. Ondan keyin hozirgi dehqonlarniki ko'rinishini ozroq ko'rsatib qo'yay. Qiziq, bunda ovoz yo'q ekan-da. Mümkün. Hemen Adam yaman çıkıyor. 一个文明世界的清真 Mana 寺， bu 为何不仅要对游客收费， Qashqar shahriniki ba'zi ko'rinishlari ekan. 拒之门外。故事的起点就在中国最西部的神秘古城喀什。注意看，这个德国小哥孤身一人来到新疆，他想亲眼看看这个在西方媒体报道中充满争议的地方究竟是何模样。喀什，这座拥有2000多年历史的古城，85%的人口都是维吾尔族。 空气中弥漫着与中国东部截然不同的异域风情。小哥此行的目标很明确：探索古城，品尝美食，并参观中国最大的清真寺之一艾提嘎尔清真寺。他满怀期待地来到清真寺前，立刻被宏伟的黄色建筑所吸引。然而，第一个意外出现了：进入这座神圣的礼拜场所，竟然需要购买30元的门票，这让游历多国的小哥感到十分困惑，因为他从未听说过清。 Yelkaga kirib ko'pik uchun 30 so'mlik bilet olib kirish kerak ekan. Vatan haqidagi ko'rsatib qo'yganlarim shunchalik bo'lgan. Endi 3-mazmunga o'taman. 3-mazmun dunyoniki ahvoli. Amerika Isroilniki Ironga qaratgan hujumi hozir davomlashyapti. Shu bir haftaning ichida yana nihoyatda jiq har kuni degandek ajoyib cho'ng ishlar bo'lyotdi. Buning ichidagi cho'ngroq bir ish Isroilniki josuslik organi Mossad yana yaqinda Ironniki 3 cho'ng amaldorni o'ldiribdi. Uniki ismlarini yozib olgandim. Birisi Ali Larijani deydi. Ali memleketlik Ali bexatarlik konsuliniki sekretari. Bu adamni o'ldiribdi yaqinda. Ondan keyin G'ulam Reza Sulaymon deydi. Nimeniki Ironniki islomik inqilobiy qo'g'dug'uchi harbiy qo'shininiki boshlig'i bu odamni o'ldiribdi. Ondan keyin Ismoil Xotib deydi. Ismoil Xotib Ironniki axborot ministri. Axborot ministrliginiki ministri. Shu odamni yaqinda o'ldiribdi. Yana boshqa odamlar bor. Hozir ba'zanlari huquq tayinlab burkayotganligilar ularni o'ldirib qolgan ahvollar bor. Mushta ishlar ko'p bo'lyotdi nimada Ironda. Yaqinda Isroilniki tashqi ishlar bayonotchisi so'z qilib, biz sizlar mushta odamlarniki nerda, qaysi vaqtda nerda turganligini qanday bilalasizlar deb so'ragan savolga Ironning ichida bizga mushta shunday aytayotgan odam bor deb deydi. Bizga ishlaydigan odam emas, shu normalni islom Iron hukumati ishlaydigan odamlarmi ba'zilarda bizga mushta odamlarniki o'rnini yo'q, uchurlarini beryotdi. Norozi bo'lganligi uchun Ironniki hukumatidan degan gaplarni deyotdi. Bu bir menga nisbatan biroz yangi tuyuldi. Burun unday emas, asosan Mossad o'zlari bekitib kimning nadaligini, andiki bomba tashlab odam o'ldirib yurganda hozir endi
İran'ın hükümet içidimi o'zligidan pash qilib turayotgan ahvollar bor degan bitta bir gap o'tirib chiqdi. Shuna qilib bu İran'daki urush hozir 3-chi haftaga qadam qo'ydi. Martda mayniki bahasiga ta'sir etdi. Bu burun faraz qilingandi, tez o'sdi mayni bahasi. Ondan keyin paychak bozorida paychaklarniki qiymati bahasi tushdi ig'ir darajada. Trump aslida bu urushni 4 hafta, eng ko'p bo'lsa 4 haftada oxirlashtiramiz degan. Ana yaqinda bo'lgan yana bir ish hozir mana bu Hormuz bo'g'uzi. Hormuz bo'g'uzida farqli ma'amay o'zbizga mal o'tkazadigan shu mal to'shaydigan farqlar ma'amay shuning bilan dunyo iqtisodiga xil ta'sir yetyapti hozir. Shu mushaqda Trump 7 davlatdan yordam so'ragan. Sizlarmi shu Hormuz bo'g'uziga harbiy parklarni mangdirib, boshqa yuk tashuvchi parklarniki bu yerdan bexatar o'tishiga yordam qilsanglar deb. Bu 7 davlat Xitoy, Fransiya, Yaponiya, Janubiy Koreya, andikin Angliya, undan boshqa yana Hindiston, Germaniya, Italiya, Avstraliya va Yevropa birligiga qolgan davlatlarga ismini atamay turib, ularga yordam bersanglar degan gaplarni qilgan. Lekin ularning hech qaysi ma'qul demagan. Hammasi yo'q, bu Amerikaning urushi bizniki emas deb. Buning ichida İran Xitoyniki farqlarga chaqilmadi. Meniki bilishimcha Xitoyning farqlari shu kunlarda yana o bo'g'izdan xotirjam o'tayverdi, chaqilmadi İranniki. Ashta bo'lgan. Bu ish Trumpniki dahshat ochig'ini keltirdi. Yuqorida ismini aytilgan ismi deyilgan davlatlarning xil ko'plariniki boshliqlari Trumpga intayin o'ch. Trumpga o'ch bo'lganligi uchun Trumpga bo'lgan o'chmanligini mana shu ishlardan elib endi bu ishlarga yaqin kelolmagan. Amaliyotda Amerikaniki bu Hormuz bo'g'uziga bo'lgan ehtiyoji unchalik kuchli emas. Amerikaniki nefti hozir o'ziga yetib oshidi. Amaliyotda Amerika hozir dunyodagi boshqa davlatlarga neftni eng ko'p chiqaradigan davlatlarniki birisiga aylanib qoldi hozir. Lekin Isroil bilan urushni boshlab shuni bo'g'izga ta'sir etganligi uchun mallarni yordam chaqirgan. Bularni hamsi jim turib oldi. Lekin tunugundan boshlab 4 kun o'tgandan keyin bular bo'ladi. Biz qo'limizdan kelishimiz deb hozir endi shu Hormuz bo'g'uziga farq chiqarib, askar chiqarib billa qo'g'dish birdiganga ma'qul bo'lyapti. Shuni qilishga boshladi hozir. Lekin yaqinqi vaqtlarda bizning hammamizniki ko'rgan bir haqiqat nima desa, bu Yevropadagi bu davlatlarniki asosan harbiy kuch yo'q. Cho'ngroq ishni qila oladigan harbiy kuch yo'q. Ashtax bo'lsa-mu, bu yerda aslida Trumpningki talab qilganimi bir ko'rinishda bo'lsa-mu, ig'zoki bo'lsa-mu yordam qilib qo'yinglar debroq degan gap ma'u. Lekin u davlatlardan yordam kelmay, shundan keyin Trump shunda xafa bo'lib, sizlarning yordaminglar kerak emas, biz ishni o'zimiz qilamiz degan ashtax bir holat gap bo'lgan. Hozir ular yordam qilamiz deb aytibdi. Lekin men albatta deganimdek, ularning harbiy kuchi unchalar yo'q. Ashtax bo'lsa qancha yordam qilinmaydi. Shunga hozir yaqin bu Hormuz bo'g'uzi bir cho'ng masala bo'lib qoladi. Bu qatimki urush boshlangandan keyin İran jami 9 davlatga o'zininki boshqarilgan bombalarni va uçqusuz aeroplanlarını, dronlarını attı. Bular İsrail'e, Birleşme Arap Halifliği, Saudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Oman, Jordan'ı İrlandiya'da dememiz. Aniken Irak. Şu 9 devletke İran hücum kılıp ulaniki asaslığı neft çıkarış sanat üskünleri, kurulumları, medanları şuna yerlerge attı bu bombalarını, arplanlarını. Aniken bazı mihmallığa attı.
aşağı qilib bu qolgan davlatlarniki biraz achchig'ini keltirib o'ziga dushman qilib degandek. Bu yerdagi Ironniki maqsadi shu boshqa sirtqa neft eksport qiladigan cho'ng ko'p neft eksport qiladigan davlatlarniki neft qurilmalarini buzib etib, shu orqali dunyodagi mayning bahosini o'stirib etib, dunyo iqtisodiga ta'sir ko'rsatib, shu orqali Amerikaga besim ishiltish, urushni to'xtatish to'g'riliq. Ironniki o'ylagani shu, ashtaq bir naslini ko'zlab turib bu ishlarni qildi. Shunga ashuna bilan bu davlatlarniki bir qismimi Amerika bilan birlashib Ironga qarshi o'tirib chiqyapti hozir endi. Ironniki bir cho'ng bir arılı var. Şu sırtqa may chiqarishdiki eng cho'ng ishigi deb qo'yishga bo'ladi. Meniki 80-90% shu yerdan boshlatlarga mangadi ekan Ironniki. Trump uyani atmadi. Atmadi asas maslahat nima desam, shu neft bozoriga dunyodagi neft ta'minlash ishlariga ta'sir yetkazib qo'ymaslik. Oldingi kuni İsrail'e bir azap bomba taşlattı kendik. Trump derhal to'xtatdi onu, atma. Şuna aslidagi bu qatamki urushda qandaqdir Ironniki neft sanoatlarini butunlay vayron qilish unday maqsadi yo'q. Shu Ironni taslim bo'lishga qistash asosligi. Ashtaqda lekin ba'zi Isroilga ba'zi joylarda neft o'rin nima maydonlarga bomba tashlashni qilib qo'ydi. Aniki İran mağduriyetlerindeki neft sanat kurulmalarına bomba taşlap John bilan partilatib degandagi ba'zi ishlarni qildi endi. Bu ishlar davomlashyapti. Tunugundan boshlab bir yangi mo'ljar chiqyapti bu Irondagi urush haqida. Hozir naytiligi kishilar hurmat qiladigan ba'zi cho'ng burungi generallarniki deyishicha İrondagi urush yana 10 kun bilan 2 haftaning ichida to'xtaydi deydi. Hozirgi mo'ljal shu. Hozir 2 hafta bo'lib qoldi. Yana 10 kun yoki 2 hafta, jami 4 haftada urush to'xtaydi degan mo'ljallarni o'tirib qo'yatdi. Tunugun Trumpmi Twitterda o'zining ijtimoiy tarmoqlarida bir narsalarni yozib, umi o'xshash gapni deyapti. İrondagi urush yana eng uzrab ketsa 2 haftadan keyin to'xtaydi, ishimiz vazifani urlab qo'yamiz deb. Endi Trumpniki bu qatimki urushda o'tirib qo'ygan nishoni 5. Bu qatimki urushni cho'ng g'azab urushi, Operation Epic Fury deb atadi. Mush urushniki maqsadi 5. Uning birinchisi Ironniki boshqariladigan bombalarni etish iqtidorini butunlay yo'qotish. Boshqariladigan bomba iqtidorini. Ikkinchisi Ironniki davlat mudofaa sanoat bazasini butunlay yo'qotish. Üçüncüsü İran'daki hava armiyasi ve deniz armiyasini butunlay yo'qotish. Anikin dördüncüsü İran'daki yadro bomba yasash yadro bombasi yasash iqtidorini butunlay yo'q qilish. Uniki yadro bomba yasashiga qat'iy yo'l qo'ymaslik. Bu 4-chi maqsadi. 5-incisi Amerikaning o'tir sharqdagi do'stlarini, hamkorlik kuchlarini qo'g'dash. Buning ichida abatman ismini atagan 9 davlatlar bor. Mushu 5 maqsad Trump deydi. Hozir bu biz 5 maqsadga asosan yetib bo'ldik. Yana ishga qolmay biz to'liq yetamiz bu maqsadga. Shuning bilan biz bu urushni to'xtatamiz degan gaplarni deyapti. Shunday qilib Irondagi urushlar ahvoli shundoq ishlar hozir davomlashyapti. İran muştaq o'ziga boshqalardan mesela cho'ng bir birlashma kuchi shakllantirib shu orqali hujum qilganligini burundan mo'ljallagan ekan. Shunga har bir rahbariy organni bular 7 qavatgan ekan, 7 qavat harbiy boshqarish organlari bor ekan. Yetakchilik qiladigan qo'mondonlik organlari bir emas. Şuna birisini öldürürse yan birisi işini kılıverdikken, aslında bu başka ta ki birinin hükümü İran'dan yine abek 9 devletlerge
boshqariladigan bomba etish dron bilan portlatish ishlarini davomli qilyotidi bular. Hozir nima Mossad shunchalik odamlarni o'ltiryapti, cho'ng qo'mondonlarni aslida qismi, lekin bularda har bir sohada 7 qavat qo'mondonlik qurilmasi bor bo'lganligi uchun bularniki. Chunki birisi o'ltirilsa, yana birisini ishini davomlashtirib, sirqatadigan bombalarni to'xtatmaydi Eron. Shundoq puxta tayyor qilgan ekan bular. Endi bugun so'rayotgan 4-chi mazmun Xitoy haqida. Hozir Xi Jinping intayin qattiq vahima uchishdi. Bu qatim mayli Xi Jinping bo'lsin, Xitoyniki armiyasi yana bir qatim qattiq cho'chidi. Bular birinchi qatim Iroq urushi bo'lgan chog'da 90-yili bir qatim qattiq cho'chibdi ekan. U chog'da Amerika Iroqqa hujum qilib urush qilgan vaqtida Xitoy nayzisi va miltiq bilan sha deb mashq qildi ekan har kunsi askarlarni. Ashta mashq qilar ekan. Keyin Amerikaniki urushni qanday qilganligini ko'rgandan keyin bular hangtan qilib biz bakkin qaptoq deb shunga nayzlarini tashlab ekan. Yaqinda yoqi ular yana jiq propoz qilgan. Masalan, o'tgan yil 9-oyda Xitoy bir cho'ng harbiy nima o'tkazdi, paradni o'tish qildi Bejingda. Nihoyatda dag'dug'liq, zada dunyo patmay degandek o'zini maqtab ashta qilib ketgan. Lekin yaqinqi ishga urushda, birisi Venezueladagi urushda, yana birisi Irondagi urushda Xitoyniki radar sistemasi, andikin boshqarilgan bombalari, hatto aeroplanlari mo ancha qog'i kelmadi. Ashlan bilan bu qatim Xitoy yana bir qatim cho'chib ketdi. Ondan keyin bu Mossad Israeliya Ironniki cho'ng boshliqlarini ashta nishonli holda o'ldirib bo'lgandan keyin Xi Jinping qattiq vahimaga tushibdi. Buning bir sababi Bejing shahrining o'zidanlamkin 1,250,000 kamera bor ekan. Bu nimadan darak berdi desa, bu Bejing shahrida kimning nega ketayotganligini har vaqt bilib turib bo'ldi ekan. Endi o'tganda Irondagi Husayn nima Ironniki boshliqlarini o'ltirgan vaqtlarda Isroillarga paylangan bir narsa shu ko'chalardagi kamera deb shu gaplar o'tirib chiqqan. Shu kameraniki xabarlashish liniyalarni uchurlarni o'g'irlab, shu orqali kimning nega ketayotganligini ko'rib, ashta qildi degan. Mushu gap bilan hozir Xitoy munoyati vahima. Bu Xi Jinping hozir dahshat burunqidan va qo'rqadigan bo'lib ketibdi. Endi Bejingdagi 1,250,000 kamerani qanday qilib o'qilolmaydi. Aslida mushu oyning oxiri 31-yillarda Trump Xitoyga ziyoratga bormoqchi. Yaqinda shu Irondagi urush ishlarini bana qilib turib, uni bir oy kechiktiryapti. Hozir endi hozirgi xabarlarga asoslangan chog'da Xi Jinping degan jallod qattiq yumshabdi Amerikaga qarata, Trumpga qarata. Yumshab hozir endi xushamat qilish, uni dag'dug'liq kutib olish, ashta ishlarga tayyorlik qilib turibdi. Lekin Trump ancha parvo qilmaydi. Bu bir ko'rinish, bir sahna o'yindagi narsa Amerika uchun. Bak e'tiborim berib ketmaydi. Shunga vaqtda meni bir oy kechiktiryapti. Lekin Xitoy mushu fursatdan foydalanib yana Trumpga yaxshiroq bo'lishga qattiq tayyorlik qilyapti. Mushu sohada qilmoqchi bo'lgan bir ish Hong Konglik nashriyatchi Lai Chiying degan odam. Lai Chiying degan odamni qo'yib o'tish ehtimolligi bor. Bu to'g'rilik gaplarni o'rtaga chiqyapti. Bu odam 2021-yilda qo'lga olingan o'zi bir nashriyatchi endi. Uniki bir nimasi bor. Bir cho'ng gazeti bor. Gazet chiqaradigan odam. Shu odamni qo'yib o'tadi degan gaplar o'rtaga chiqyapti. Lekin bu qatimki shu Venezuela bilan Irondagi ikki qatimliq urushda Xitoyniki harbiy texnikalarniki sharmanda bo'lishi bilan tang. Hozir endi Xi Jinping Xitoylarniki ichidagi shu harbiy
qurol yaraq ishlariga mas'ul boshliqlardan 4 odamni yaqinda vazifasini evatdi. Ularniki bularmi shu 3-niki 15-17 kunlari bo'ldi. Bularniki birisi Jo Shangeng deydi. Bu 72 yoshkan. 72 yosh bu Xitoy injenerlar akademiyasiniki muavin boshlig'i, injenerlar akademiyasiniki muavin boshlig'i. Lekin bu yadro bomba olimi, ham injeneri. Xitoyniki yadro bomba olimi va injeneri. Asliki mushada eng yuqori o'rinda turadigan Xitoy buni vazifasini evatdi. Lekin Wu Manching deydi. U 60 yoshlik odam ekan. Bu radar texnologiyasiniki kasb ahli va shu ishlarga mas'ul odam ekan. Radarga. Aniki yana birisi Wei Yin deydi. 63 yosh. Bu boshqariladigan bomba laylash sohasidagi ishlarniki ancha mas'ul ekan bu. Buni vazifasini evatdi. Aniki yana birisi Yang Wei deydi. Yang Wei degani Xitoylarning bir aeroplani var. G-20 degan aeroplani. Bu Amerikaniki F-35 degan aeroplanni doğrab yasagan aeroplan. Nəhayət pəxrindiğən aeroplan dendi. Bu qatam bu aeroplanın qağı kəmi dendi. Şuna şu aeroplanki layihələş işlərə məsul adamı Yang Wei degan adam bunu vəzifəsini evatdi. Endi o'tganda harbiy qo'mondonlarning vazifasini elish ishlarini qilib, hozir endi shu harbiy sohasidagi texnikalik boshliqlarning vazifasini evetish ishini qilyotdi. Sharmanda bo'lib ketganligi uchun. Yaqinda o'tirib chiqqan xabarlarning birisi shu. Oxirida bu olam texnikasi haqida bir so'zlab sizlarga deganimdek hozir olam sanoati degan narsa tez taraqqiyot etdi. Dunyoda bo'lib Amerikada nurg'un shirkatlar qurilyotdi. Yaqinda o'tirib chiqqan bir narsa SpaceX, Elon Musk'niki SpaceX degan shirkati hozirga qadar osmonga chiqargan sun'iy hamrohniki soni 10 mingdan eshibdi. 10 mingdan eshibdi, ya'ni 10 ming 21 sun'iy hamrohni osmonga chiqarib qo'yibdi. Bu ishlar burungi mo'ljallardan bek tez bo'lyapti hozir. Bu 10 ming sun'iy hamroh hozir osmonda uchayotgan barliq sun'iy hamrohlarniki 66%ga to'g'ri keldi ekan. Ya'ni osmondagi sun'iy hamrohlarniki 66%ni faqat Elon Musk bilan osmonga chiqaribdi hozir. Hozir SpaceX'niki Starlink Starlinkni aslida yulduzlar bog'lanishi deganda haq ma'nosi shu. Bunda necha ming sun'iy hamrohlar o'zaro bog'liqlikda butun yashashni qo'rshab turdi yerga. Ya'ni internet signaliga o'xshash signallarni ta'minlaydi. Hozir shuni ishlayotganlarning soni 10 milliondan oshibdi. Bu jangal, tog', o'rmonlik hech qanday signalni osmondan tortib, qabul qilib, uni kuchaytirib taqib turadigan munarlar yo'q yerlardami sun'iy hamrohdan bevositalam signalni taqib xalq ishlatalaydi. Internet qo'llayalaydi o'ziniki telefonini, boshqa uskunalarini. Starlink shuni ishlatagan narsa hozir shuni ishlatadiganlar hozir 10 milliondan oshibdi. Ishqilib bu sohadagi taraqqiyot intayin tez. Keyingi 10 yil ichida oyda shahar qurilish, undan keyingi 10 yil ichida Mars shahri qurilish bu hozirgi planlash bo'yicha ketyapti. Burungi bugungi so'zlarga mazmunlar shunchalik, bugun sal qisqaroq qildim. Endi hozir ham Ro'zayt ham Navro'z bayrami ekan. Shunga qarindoshlarniki vaqtini bek chiqmayib ketmay dedim. Aslaniki Ro'zaytinglarga va Navro'z bayramlariga yana bir qatim muborak bo'lsin. Kelar qatim ko'rishguncha aman bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.